Assalomu alaykum tadbirkor akalarimizga, obunachi akalarga o'z xizmatlarini taklif qilamiz. Keyingisida mana sakato'pkalarimiz ham tayyor bo'ldi. Xudo xohlasa ko'rib baho berishlaringiz mumkin. Tayyorni 60 sm ko'cha ko'rinishini balandroq qilib berdik. Shapkasini addini ko'tarib balandroq turadi. U yoqda bir skatli joyimiz ham bor. Xudo xohlasa bu joyimiz xudo xohlasa Naynavoga tayyorlandi. Xudo xohlasa ko'rib baho berishlaringiz mumkin. Bunday qilib ko'tarilgan holatda pistolet holatda qilib berdik. Firma qismini ko'rib baho berishlaringiz mumkin. Xizmatimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastga nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar, xudo xohlasa. Imorat qurayotgan, zdaniya qurayotgan, o'ylanib o'tirgan aka-ukalarimizga jo'natib beramiz. Kontiner materialdan har xil turdagi naves va zdaniyalar qurib bitkizib beramiz. Bundan tashqari firma deysizlarmi, zavod deysizlarmi, molxona, to'yxona, teplitsa xizmatlarimiz ham mavjud. Xudo xohlasa bitilgan holatini ham obzor qilib beramiz. Layklarni bosib qo'llab turamiz. Kimga xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.